Такое. Сейчас у нас еще есть. Внутри 7 карта есть. Включатель. Автоматически уже делают Телефон. полив. Свой телефон. Вот. Телефон там выключи. Телефон включи. Вот такой. Mana ko'ryapsizlarmi? Hozir mana shu tomchilab sug'orishi, hattoki odamni uzoqdan turib bemalol boshqarsa bo'ladigan darajada qilib qo'yishgan. Yo'llar, yerni ko'ryapsizlar. Yer tekisligi ham juda chuqur joylari ham bor. Lekin mana shu usul bularda juda zo'r ishlayapti. Shlankasini o'rtasiga qo'yadi. O'rtadan shu 50 metrda bir, 50 metrda bir shlanka. Uni ko'rayotgan bo'lsanglar, qora shlanka naryoda ham qo'yilgan. 50 metr 50 metrda shlankalar qo'yib chiqishadi. O'sha slankada xohlagan usulida endi bu to'g'ri avtomatlashmagan, buni keladi, ligirovka qiladi. Zahi kuchli bo'ladigan bo'lsa, zahini pasaytirib, namligini, suvini, napolni bosimini kamaytirib qo'yishyapti.